To'g'risini aytsam, farzandlarimni kiyimlarini oldidagi bu dog'larga shunaqangi g'ashim kelardi. Menimcha bu dog'lar tabiiy holat. Agar bu dog'lar bo'lsa, kir yuvganingiz ham sezilmaydi. Farzandlarimga jahl qilganim bilan baribir tushunishmaydi. Ularni ham o'zimni ham asabimni buzmasdan Ekotabdan shunaqa kir oqartiradigan kukun zakaz qildim. Agar mahsulotlaringiz yoqsa, reklama qilib beraman deb aytdim. Menimcha bu dog'larni yo'qotish bilan hamma onajonlar kurashib kelyapti. To'g'risida hamma onalar charchagan shunaqa dog'lardan, jahli chiqadi, lekin bolasiga hech narsa deya olmaydi. O'rtoqlar, alhamdulillah, men ham shu onalar qatoridaman. Videoda ko'rsatilayotgan hamma kiyimlarga taxminan katta qoshiqda 1,5 qoshiqdan sepib oldim. Xo'jayinim bolnitsada yotganlarida va hozir uyda yotibdilar. Bu dorilarning hidi postelaga urib qolganda hech qaysi stress va buni hidini yo'qotib bera olmadi. Oxirgi umidim shu Ekotab gellarida. Men bu mahsulotlardan bunaqa zo'r natija olaman deb o'ylamagandim. Videoni oxirigacha ko'ring. Farzandlarimning kiyimlari dog'lar bilan bo'g'ilib qolganda, hozir mana ko'rishingiz mumkin. Bitta dona ham dog'i yo'q. Top toza bo'ldi. Shu profildan zakaz qilsanglar bo'ladi, qizlarjonlar, ishonchli.